Qarayman qo'zichoq. Bu faqat bir ogohlantirish. Xuddi Fir'avnning ordisidagi Allohning qudratiga ogohlantiradigan Musoning osisining muhimligiga o'xshash. Musoning osisi ilgari daraxtlar ichidagi bir o'simlik ekan. Keyin quruq yog'ochga aylanibdi. Seyna cho'lidagi to'r teg'iga chiqqan chaqda uchinchi bir ko'rinishga, ya'ni nihoyat cho'ng ham qo'rqinchli yilonga o'zgaribdi. Ondan keyin Muso alayhissalom qayta qo'lga olish uchun yana bir qitim hosili holatiga qaytibdi. Bu hasa kelgusida payg'ambarlardan ikkisining, ya'ni Muso bilan Harunning hamrohi bo'ladiganligini, shundaqla Fir'avnni Allohga qilingan da'vatning rostligiga qanoatlantirishning yorqin pakti sifatida o'z rolini o'taydiganligini bilib yetibdi. Men sana ishinamayapman Asa. Men hasa emas, yılan dedim bu. Jim tur. Biz hazırda Musa'nın hazırda Harun'ga diyenlerini anlaydı. G'alati ish. Amsa sen zodi rostli yılan mı? Shundoq. Men hazırda Musa'nın onundan sözmenroq bo'lgan insi Harun bilan birga Musaga yordamlashgili keldim. Ular zodi Fir'avnning qishig'i bormoqchimi? Shundaqmi? Albatta. Bu Allohning payg'ambarga qilgan amri. Fir'avn rahm shafqat deganni uqmaydigan Salim. O ilohlik da'vosi qilyapti. O'zini iloh da'vatgan bir kafirdan nimani kutmoqchisan, ha? Men ulug' payg'ambarning Fir'avn, Haman va uning lashkarlarining jazosiga uchrab qolishidan ansirayapman. Men bu kafirlarning Allohning payg'ambariga ziyon yetkazishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Musa, sen mushu o'rda tarbiyalanding, lekin sen vafoga jafo qilyapsan. Sen azaldan meni yomon ko'rib kelding. Hech qachon mening ilohligimni e'tirof qilib boqmading. Musa, sen mening ilohligimga ishonmaysan. Shundaq emasmi, ha? Nima deyapsan? Sen gasma? U sana o'zining odamlarning parvardigohi Allohga ishonganligini da'vatidi. Odamlarning parvardigori deganing nima? Yana datalash boshlandi. Bu bo'lsa uning odati. Allah Musa, men sendan parvardigoring haqida so'rayapsam, sen menga tushuniksiz gaplarni qilib, u osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi barliq shaylarning parvardigori deb javob beryapsan. Sen bu dunyoda mening ilohligimni tanimamsan. Aman, bu dunyoda mendan boshqa iloh bo'lishi mumkinmi? Yo'q oliylari. Angladingmi? Sen yana mendan boshqa ilohning borlig'ida chin turamsan? Sen so'rang ekansan. Fir'avn oliylari uning saronligi uni ilgirki jinoyatining javobgarligidan saqlab qelyapti. To'g'ri deysan, to'g'ri. Sen bir qancha yillar ilgari bir odamni o'ldirib etib qochib ketgan. Ondan keyin mendan boshqa iloh tutyapsan. Aman, bu jinoyatga qanday jazo bersak bo'la? Bir umr zindonga qamash kerak oliylari. Musa, angladingmi? Men seni zindonga tashlayman. U nima deyapti? Uning deganlarini aniq uqamayapman. O men sana ro'shan dalil pakt keltirdim-ku deyapti. U o'zi gapini qilayotgan yiliqi ilohning borligiga dalil pakt keltira oladiganligini da'vo qilyapti oliylari. Chataq yo'q. Qani bizga paktingni ko'rsatgan. Endi mening navbatim keldi. Muhofizatchilar! Muhofizatchilar! Sen mi ko'rdingmi? Oliylari, bu sehrgarlarning hilisi. Misrda hosini yilonga aylantira oladigan necha o'lgan sehrgarlar bor. Senda yana bir hili borlig'ini deyapsan. U qaysi? Bu oppoq nur nima? Go'yoki quyosh bilan oy ikkisi o'rdamning ichiga kirib olgandeklar. Aman, bu sehrgarlarning hilisimi? Yo'q, men buni anglamabdi ekanman. Qanday qilamiz? Bizga o'yinish uchun vaqt kerak. Allah Musa, biz boshqa vaqtda qayta uchrashsak qanday? Men sening deganlaringni o'yinib boqay, ha?
Iloh Piravin oliylar iftorlik tomoq yeymam degan. Hech qanday tamoqqa yo ichimlik tavbim yo'q, Haman. Musoni zindonga tashlab saqlab bo'lmadimi? Bu usul uning da'vatining tarqalishini cheklamaydi. Uningdan biroqlik qutulmaymizmi? Yo'q. Obdan quloq sol. Menga egiz bir bino seppa. Men osmonga chiqib, u yerda Musoning ilohi bormi, yo'qmi, bir qarab baqay. Katta plan. Bizda yer yuzidagi eng usti binokorlar bor. Bu bino cho'qim bir qancha oy ichida tayyor bo'ladi, oliylari. Eng ko'p bo'lganda 2 kunda bitib bo'lsin. Darhol boshla. Vazir janoblari, sizlar chaqchaq qilyaptamdilar nima? Ha? Men qachondan beri sang chaqchaq qiladigan bo'lib qoldim, me'mor beshi. Janoblari, osmonga taqishadigan bir binoni men bir qancha kun ichida qanday sepib olayman? Bundaq egiz bino uchun yerning tagidimi mustahkam yo'l tutish kerak-da. Uningdan boshqa yana Ishning tafsilotini so'zlab mening beshimni og'ritma. Piravin eng qisqa vaqt ichida mushundaq bir binoning tamomlanishini umid qiladi. lekin bu bino uchun nurg'un mablag' ketadi. Buni tushunamdilar. Bu muhim emas. Xolig'iningcha chiqim qil. Ish qilib bu bino tez bitib chiqsa bo'ldi. Qani marhamat, ko'rib baqsizlar. Bu binoning bizni ko'taralaydiganligiga jazm qila olamsan. Bu bino 3 odamni ko'taraligidek darajada mustahkam emas. U faqat bir odam uchun silingan. Bino tushib ketishimga ruxsat bergaylar, janoblari. Aman, bino titrayotidi. Buni o'rlib tushishidan qo'rqyapman. Buyuk oliylari, men oldi bilan tushib binoning ostida turib sizlarning buyukliklariga qarab turay. Yo'q, to'xtab tur. Sen meni mushiyada o'lsin demoqchimi, ha? Oliylari, sizlar degan buyuk iloh o'zlarini qo'g'diy olaydilar. Men bo'lsam odatdagi bir insonman. Menmu bir inson. Tinamayapman. Ustiga chiqqan sira havo kemayotidi. Boshqa ilohlarni uchirtamayapman ku. Mushuchiga chiqsam bo'la. Bumuz yerga yiqilib, bo'ynim sunmusun yana. Musa hassini yerga tashlasa, darhol noit cho'ng ham qo'rqinchli yilonga aylandi ekan. Bu bir oddiy nayronvozlik Piravin oliylari. Biz uningga tang kelalaymiz. Ansirmisizlar? Bu kishilarning ko'zlarini bog'laydigan bir aldamchilik xolos. Qaltis. Amsa uchirish oxirlashdi. Kechirsizlar oliylari. Bu hiyla oddiy bo'g'ini bilan kuchni markazlashtirishga, muayyan turdagi hosa va arg'amchi degandek narsalarga muhtoj. Bu narsalarning bahosi bugungi kunda to'liq qimmat deysizlar. Sen nima deyapsan, hamoqat? Sen Piravинning huzurida u cho'qim bizga ko'p mol berdi. Men faqat ishni oydinlashtirib, masalani hal qilay deyapman. Qanday? Sizlarga deganinglarni beraman. Hamda sizlarni o'zimga yaqin kishilardan qilaman. Rahmat oliylari, bizga mukofot bersinlar bo'ldi. Hey Musa, bu nima qilganing? Sen tunugin kiygan ko'ni kiyimlaringni kiyib kelibsan bu, ha? Oliylari, u haqchon uni boshqasini topolmagandi. U o'zini Allohning payg'ambari deyapti. Musoning ilohiy uni nimishqa mushundaq peqir holatga tashlab atgandi. Bu takabbur bizni mushundaq tetiqsiz gaplarni anglatqili chaqirdimi? U Hazrati Musoning kambag'alligini masxara qilyotdi. Boylik Allohning siniqi, kambag'allikmi shu? Koshki egam meni qo'ldan tashlagan bo'lsa, men uning adabini berib qo'yatdim. Angla Musa, biz sen da'vo qilayotgan ilohni izladik. Men noiti egiz bir bino soldirib osmonga chiqib baqdim. U yerda sening ilohingni uchratmadim. Sen mening nazarimda bir sehrgar xolos.
O hassini e'longa aylantirgan bu oddiy hiylesini ko'z-ko'z qilmoqchidir balki. Men barliq sehrgarlarni yig'ib sana jang e'lon qilaman. Shunga o'rin va vaqtini sen bekitgin. Musa aytdi. Sizlarga va'da qilingan chog' bayram kuni bo'lib, kishilar chashgoh vaqtida yig'ilsin. Aman, mahorat ko'ztish nimishqa texchi boshlanmaydi. Hozirla boshlanadi oliylari. Sehrgarlar Musodan sen Hasanni avval tashlamsa yoki biz tashlamdiq deb so'radi. Muso avval sizlar tashlanglar dedi. Yaxshi. Qaraganda o sehrgarlarning ko'pligidan huduqib, qo'rqib qolganda qiladi. Musa, endi navbat sana keldi. Yo'q, sen mi ko'rdingmi? Ya Allah, bu qandaq ish endi? Qandaqsiga bundaq bo'ladi? Bu sehrgarlik emas. Bu Allohning mo'jizasi. Men Musa va Harunning Parvardigoriga iymon etdim. Sizlar nimishqa men ruxsat qilmasdan Musaga iymon etdinglar. Men sizlarga mukofot beradigan tursam, aniqki Musa sizlarga sehrgarlikni o'rgatgan ustozinglar ekan. Endi mag'rurni va Piravin. Men sizlarni azoblayman. Put-qo'llaringlarni o'ng chap qilib kesishga buyurayman. Ondan sizlarning hurmining shoxlariga osqizaman. Asta-asta qiynalib o'lisizlar. Xolig'ingni qil. Sening hukming faqat mushu dunyoda oqadi. Mushu azob orqali Alloh bizning gunohlarimizni mag'firat qilib qolsa ajab emas. Aman Yasavullahga barliq sehrgarlarni tutishga farmon qil. Bularning gunohini surishti qilmasdan darhol qiyin qisqa olsin. Qiynab bo'lgandan keyin gunohini surishti qilamiz. Bosh ustiga oliylari. Kashki men kofir Piravinning tilini yegan bo'lsam-chu. Biroq afsuski, men faqat hosa va arg'amchini yeyishga buyurilgan. Hamma ish sizlar o'ylagandek bo'ldi oliylari. Sehrgarlarni qiynash boshlandi. Musa va Harun bilan qochib ketganlardan boshqa hammasi xurmining ko'taklariga bog'landi. Nima? Musa bilan Harun qochib ketdimi? Ular texi amdal yo'lga chiqdi oliylari. Nimishqa ularni to'sib qolmadim? Sizlarning farmonlarini kutib qoldim oliylari. Darhol barliq lashkarlarni to'pla. Butun lashkarlarga o'zim bevosita qo'mondonlik qilaman. Sehrgarlar, ey Musa, Hasanni sen avval tashlamsan yoki biz avval tashlamdiq dedi. Musa sizlar tashlanglar dedi. Ular Hasan arg'amchilarini tashlab kishilarning ko'zlarini bog'ladi va ularni qattiq cho'chitibdi. Ular kishilarga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi. Musaga Hasanni tashlag'in deb vahiy qildik. Musa Hasanni tashladi, u ajdahoga aylanib, ularning o'ydirma narsalarini darhol yutibdi. Haqiqat oshkora bo'ldi. Ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. Bu yerda Piravin bilan qavmi mag'lub bo'lib, xor bo'lgan holda uylariga qaytishdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular odamlarning Parvardigoriga iymon etdik dedi. Shundoq qilib, Piravinning lashkarlari Musa alayhissalom va uninga ergashgan mu'minlarni qo'g'lab yo'lga chiqibdi. Qochqonlarning ko'pinchisi Bani Isroil ishidagi ayollar, kichik bolalar, qiyri-cho'rlar bo'lib, Piravin va Hamonning lashkarlari kuchli bo'lg'achqa ko'p jafo tortmayli ularga yetishib olib, ularni daryo sohiliga qistab beribdi. Bani Isroilning oldida dengiz, kaynida dushman turibdi. Ularning ko'pinchisi umidsizlanishga boshlabdi. Lekin Musa alayhissalom Rabbim men bilan billa deb agash kuchilarining ko'nglini taskin topqizibdi. Piravinning qo'shini yiqilib kelgan siri Bani Isroilning xatarga uchrash tuyg'usi ish beribdi. Lekin sening buvang Musoning osining navbatdagi hodisasida o'zining cho'ng rolini o'taydigan vaqti kelibdi. Endi bu hikoyani ati so'zlab beramiz.
دلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. ولكل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى. المفروض اننا نتعلم من كل ده على فكرة ان العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس